Assalomu alaykum, qadri baland tomoshabinlar, Nabijon Nurmatov live kanaliga xush kelibsiz. Srochni tayyor hovli uyimiz sotiladi. Pul zarur ekan. Ittifoq Kolxozobod ittifoqda 10-brigadda hammasi tayyor. 8 sodiq yer, 4 xona uy, verandasi, plus bitta koridor, 3 ta yana odnoskatni jabılgan uyim bor. Ondan tashqari og'il, oshxona, mana ko'ryapsizlar, bu yerda mashina kirayotgan garajday, uyning bir qismida usti konvert jabılgan. Uylarning ichi polni remont bo'lgan, bir xonasi qolgan remont bo'lmagan. Mana sizlarga bu yoqqa ko'rsataman. Mana bu yoq uyning oldi. Mana shu yerga hozir kiramiz. Har bittasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu bir xona uy. Bismillah. Mana bu yer ko'ryapsizlar. Bir xona tayyor. To'shak, mebel ko'ryapsizlar. Bu yer birinchi xona. Mana bu koridor. Mana koridor. Mana koridordan ikkinchi xonaga kiramiz. Mana bu yer ikkinchi xona. Bu yoqda bir ko'rsatamiz, dush bor. Mana bu yoq dush ichida. Mana bu yoq yana bir xona. Divani ham turibdi, ko'ryapsizlar. Juda yaxshi. Mana endi sizlarga xalasangiz bu yerda ko'mir pechka bor ekan, marhamat, ko'mirni kelib turib tapit qilasiz. Uyning ichi issiqqina bo'ladi. Ana endi mana uyning hovlini bir ko'rsatamiz. Mana hovli, daraxtlar. Mana ko'ryapsizlar, shu 8 sodiq yer o'pshi. Mana zardali, badam, mana tutlar uje pishib boryapti. Nasib qilsa, uje tut uje pishishga tayyor. Mana odnoskartnisini da beryapti. Bu yerga kelayotgan bo'lsak, mana terazada mehmonxona bo'ladi. Bu yoqni ko'rsatamiz. Bu 4-xona. Koridordan tashqari. Ana bu yerda 3 ta odnoskartni jabılgan xona bor. 1, 2, 3. Mana ham yana plus mana bostirma, mana oldi ham bostirma, o'pshuning ustiga katta jabılgan. Narxi kelayotgan bo'lsak, narxi 350 ming so'm, yana muomalasi bor. Mana bu yerga kelayotgan bo'lsak, bu yoqqa jiramiz. Mana bu yerda juzum, bu yerda tut bor ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu tutdan ham bir ikkita jeb ko'raylik qana. Sizlarning endi pishyapti ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi tut yeyishimiz bu yilga. Mana shu hovli. Endi hovliga kelayotgan bo'lsak, endi yerda bitta og'ili ham bor. Ham yerda tandir bor, o'choq. Xulos, mana shu hovlilarda Nasha hovli. Bu yoqdan ham joy uy solinib yotir, qishloq. Pol atrofida. Girdlari ham mana xalasangiz ham mana Adirga yaqin joy. Maldika polni chorvachilikqa udobli joy. Havuz ham bor. Kerak bo'lsa, bu yerda havuz ham bor. Suv ham keladi. Bu havuzni ham ko'rsatmayapmiz sizlarga. Mana uyning ustidan bir olamiz. Mana shu uydan, mana shu uy shundayga katta usti bo'lib jabılgan. Pastda nomerlar bo'ladi. Telefon nomer, WhatsApp nomer, promoy nomer. Telefon qilasiz, yana batafsil so'raysiz. Kolxozobod ittifoqning 10-brigadda. Kimga interesni, srochni uy sotiladi. Shu videoni tarqatib qo'yingizlar. Kimgadir uy qarab jiribdi shu atrofda. Yerlar oq to'proq. Mana bu yoqlar uy bo'lyapti. Mana polni uy bo'lgan necha bu yerga yashaganiga 7 yil bo'pti. Mana uy 3 yil bo'lib solinganiga. Bu hali yangi uy, bir xona mehmonxona bitgani yo'q. Yana qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa telefon qilib batafsil so'rashlaringiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.